Bir kunda to'qima va organlar hayotiy jarayoni normal o'tishi va ish bajarishi uchun 2660 energiya sarflangan bo'lsa, 2660 sarflanadi to'qima organlari normal hayot kechirishi uchun. Oziq moddalar parchalanish natijasida hosil bo'lgan energiyani toping. Ya'ni общий energiyani toping. Qanchadir energiya bor ekan, o'shanda 2660 to'qima organlari uchun sarflanib ketdi. O'zi qancha bo'lgan? Ikki qism Mana energiya sarflab, shundan ikki qismi to'qima organlar hayoti jarayonlari uchun deganmiz. Qolgan bir qismi tana harorat uchun. Demak, mana bu to'qima organlar sarflangan energiya, demak, energiyaning ikki qismi ekan. To'g'rimi? O'zi energiya 3 qism bo'lgan. To'g'rimi? Shunday qilib bitta parab bo'lsalar chiqadi. 2660 ni 3 ga ko'paytirib, 2 ga bo'lsalar, javob chiqadi. Shuning 990 energiya bo'lgan. Shunda 2660 to'qima organlar sarflanadi. Agar shu energiya sarflangan, tana harorati uchun qancha sarflangan desa, mana 3990 dan 2660 ta ayriladi. O'shanda bizda 1330 bo'ladi. 1330 ta harorat uchun 2660 to'qima organlar uchun общий energiya 3990. Tushunarlimi? Tushunarli.